أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan sura oli imronning 23 oyatiga keldik. alloh taolo bu oyatda shu ahli kitoblarga aloqador ba'zi mazmunlarni bayon qilgan. Bu surada hozir 23 oyatda alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى دegen ألم تنظر. Görmedin mi sen? Kitaptan nesibi berilgenler, yani Yahudilarning ulamalari ne görmedin mi? Ular öz arasında da'talash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Ya'ni Yahudilarniki nachar tabiatini so'zlayotdi bu yerda. Alam tara degan alam tanzur. Ko'rmadingmi sen? Nasiban degan hazzan, ya'ni ulush, nasiba. Kitobdan bir nasibi berilganlarga, ya'ni Tavratdan iborat kitobdan bir nasibi berilganlarga berilganlarni ko'rmadingmi? Yahudiylarni demashida. Yud'auna bu holken. Yine ularning chaqirilgan holatini ko'rmadingmi demashida. Allohning kitobiga shu Allohning kitobi ularning orasida hukm qilish uchun ashta chaqirilgan holatda ko'rmadingmi? Ularning bir firqasi yuz o'riydi, ular ularning bir firqasi kayni yanidi, ular yuz o'rgan holatda. Ya'ni kitobning hukmini qabul qilishdan yuz o'rgan holatda. Bu oyat qanday ahvolda nozil bo'lgan desa, Yahudiylarning ichida ikki kishi, ya'ni bir ayol zina qilib solgan deydi. Ular bu ishni ayirib qo'yish uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga hukm chiqarib qo'yishga kelgan ekan. Boshqa hadis kitoblarda deyilishicha, bular o'zlarining kitobida shu chalma kesak qilish hukmi borligini biladi ekan bular. O'zlarining kitobi bo'yicha hukm qilsa, hamda Allah o'lib ketgan bo'lgan ekan, ma'vo Muhammad payg'ambarning yoniga berib ma hukmni ma'ishni olib qo'y desak, boshqa bir yengilroq bir hukm bo'yicha qilib qo'yarmikin degan maqsad kelgan gap bular. Kelgandan keyin ular payg'ambar alayhisalom yoniga kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom ularga shu chalma kesak qiladi deb hukm qilgan. Hüküm kılsa ular bu hüküm unumidi. Unumağından keyin Tevrat keltirildi. Ular şu Tevrat'ta çalım kesek kılış hükmünü taptı deydi. Şu hüküm tepildi. Fevvucide fiha. Tepilgandan keyin ular şu bo'yicha çalım kesek kılındı. Onun gibi ular bunu gazaplangan deydi. Yine mushunda Allohning hukmi bo'yicha hukm qilsa, ular buni yuzi o'rgan o'sha ahvol bor demoqchi. Demak, bu hozir biz musulmonlarga cho'ng bir tahdid va buni Allohning kitobi bo'yicha hukm qilish. Har qanday Allohningki Qur'on va sunnatdan qandoqligin bir hukmni desa, uni sallamna deb bo'ysunish mu'minning sifati bo'ladi. Zalika, ya'ni ashu, ya'ni yuz o'rish, kayniga yenish. Nima sabab bo'lgan desa, bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat va gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ularninki shundaq Allohninki hukmidan, Allohning kitobining yuzi o'rishning sababi nima desa, bi annahumniki bi shu sababni bayon qilib beradimdi. Ularning ma gapni qilganligining sababi bilandir. Yine do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, yine mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtlar ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Ayyaman ma'dudat degan sanoqli kunlar. Ya'ni ular
onunki ata boboları şu Musa Aleyhisselam davridagi ata boboları 40 gün mo'zayga ibodat qilgan bir ish bo'ldi. Shu muddatchiliklar do'zax o'tida kuyimiz. Onun degan bu do'zax o'ti bizdan yo'qolib ketadi deb shunda degan gapi bor ekan bularning. Yani mushlar deganliklarining sababi bilan ashta qilgan vag'arrahum va ularninki vag'arrahum fi dinihim. Fi dinihimki fi harf jar yaftarunga mutaalliq bo'ldi ekan. Ya'ni ularning dinida o'zlari xohlagancha bir narsani o'ydirib chiqarganliklarininki sababi bilandir. Yani ular biz har qancha gunoh emaslik qilsakmi, shu do'zaxda 40 kun kuyib yenib chiqqandan keyin bizga hech nima bo'lmaydi deb o'ylayotgan ishida ularning kallasi hozir. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ularni kelishi shaksiz bo'lgan shu kunda jami qilsak ularning holi qanday bo'lib ketadi? Ya'ni kelishi shaksiz bo'lgan ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq berilgan, ularga azobni ziyoda qilib o'tish yoki savobini kamaytirib o'tish bilan zulm qilinmaydigan shu chog'da ularning holi qanday bo'ladi? Liyawmin degan fi yawmin la rayba degan la shakka fihi degan ya'ni qiyomat kuni. Ve vuffiyet kullu nefsin. Yani her bir canğa qilgan ishining yaxshi ish qilsin, yomon ish qilsin, uning jazosi ya mukofot to'liq berilgan shu kunda. Demakchi, bu har bir jam bo'lgandan keyin bu ahli kitoblarni ulardan boshqa jami insonlarni o'z ichiga oladi demakchi. Ma kasabat degan amilat min xayrin va sharrin. Yaxshilik va yomonlikdan iborat qilgan hamma ishlarini. Va hum ya'ni ular ya'ni insonlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshilikni kamaytirib o'tish bilan yomonlikni ziyoda qilib o'tish bilan zulm qilinmaydi deydi. Yani Alloh taolaning rahmati mushta keng zatimdi. Ammo dunyoda biz insonlar o'zaro bir yomonlik qilib qolsa, shuning bir yomonlik qilsa bir yomonlik davlatning qonunlari shunday qilmaydi. Hatto oshirib jazolaydi masalan. Lekin Alloh taolo insonlar bir yomonlikni o'ylab qolgan bo'lsa, uni qarta o'ylab qilmagan bo'lsa, uningga bir yaxshilik yoz ekan. Lekin bir yomonlikni o'ylab qilgan bo'lsa, uningga bir gunohni yoz ekan. Allohning rahmati mushta keng zatim. Agar bir yaxshi ishni o'ylab uni qilgan bo'lsak, bir savob bir hasidni 700 hasigacha savob berman dedi Alloh taolo. Xo'sh, keyingi oyatda قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ما هي من كتب من Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiga Paris ve Rum padişahlıklarınki padişahlığını ilib olganligiga qarta va'da qilgan chaqda munofiqlar dediki, "Hayhat, ya bu bek yiroq deb." Yana munofiq degan Allohninki qudratining ulug'ligiga shak qilgan insonlar bor. Yani Alloh taolo padişahlıkni xohlagan odamga beraman, xohlagan odamni elib olib, bilmagan odamga olib beraman. Bununla Allah'ın elbette kudreti yetidi. Mümin iken bunun işiniş gerek endi. Lekin münafıklar bunu ya bu qandaqsıga mı mümkün bolsun bu deb Allah'ın kudreti şak qilgandek bir gaplarni qilgan ahvol bor bu yerda. Demek ki haqiqiy mümin iken Allah'ınki her narsaga kudretini yetganligiga shaksiz ishonish kerak. Aytganki Muhammed Aleyhisselam Allahümme ey Allah yani padişahlıkni ega bo'lg'uchisi bo'lgan Alloh berasan sen padişahlıkni xohlagan odamga. Yani mahluqotingdan xohlagan odamga berasan. Yani padişahlıkning egasi bo'lgan ey Alloh xohlagan odamga padişahlıkni berasan, xohlagan odamdan padişahlıkni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Keçini gündüzge kirgizsen, gündüzünü keçiga kirgizsen. Şunun bilen keç gündüzün uzun qisqa bo'lishi
fasllar bo'yicha navbatlaşib turdi. Canlıqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni canlıq bilan obimaniydan, canlıq bo'lgan obimaniydan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimaniyni canlıqdan, ya'ni canlıq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. Yani xalqan adamni aziz qilasan. Yani podshohlikni berishni xalqan odamga. Yani podshoh xalqan odamni sen o'zing xalqan odamni podshohlikni berishni aziz qilasan. Xalqan odamni uningdan podshohlikni tortib olish bilan xor qilasan. Biyadikal xayr. Bütün yaxşılık senin kudretingde doğru, senin kulunda degan senin kudreting ostida demek ekan. Yaxşılık ve yamanlık mı şunun içinde deydi. İnneke ala kulli şeyin kadir. Hakikaten sen her nerseye kadir zat dursan. Tulicu degan tudhilu. Kirgizsen keçini kündüzge ve kündüzni keçige kirgizsen. Yani bir-birisi mesela nöbetleşip menip durdu. O ikisinin her biri ziyade buldu. Yeni birisinin naqs kılgan nersini ziyade kılıp durdu. Keçi bilen gündüz fasllarning almış bilan ba'zi kecha uzun bo'ladi, kunduz qisqa bo'ladi. Ba'zi fasllarda kunduz uzun bo'ladi, kecha qisqa bo'ladi degandek. Va tukhrijul hayya minal mayyit. Va hayotni, ya'ni jonliqni o'likdan chiqarsan. Men inson, qushlarga o'xshash bir tane jonliqlarni nutfa, ya'ni mani va tuxumga o'xshash jonsiz narsani chiqarsan degandek bo'ldi ekan. Va tukhrijul mayyita. Va o'likni o'likdan maqsad yana obimani va tuxumdan iborat, tuxumga o'xshash işte o'lik narsalarni jonliqdan chiqarsan deydi. Va tarzuqu man tasha'u bighayri hisob. Va sen xohlagan odamga hisobsiz rizq berasan. Yana shu duo anaqa qarzni payg'ambar alayhisalom bizga o'rgatgan bir duo bor hadisda. Anaqa qarzni ado qilmoqchi bo'lganda shu duoni ko'p o'qisin degan bir hadisda bor. Allohumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bu siyg'isi mana shunga o'xshash emas hamda mana shuning bir qismi mana shunga o'xshaydi. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Yani müminlerini koyup kafirlerini dost tutmasın deydi. Müminlerini koyup kafirlerini dost tutmasın. Kimki şunda kılıdiken o Allah'ın dostluğuna erişelmeydi. Ulardan korkup dostluk izhar kılışınlar bunundan müstesna. Yani bunun sırtı da. Allah sizlerini özünün azabından korkutudu. Ahir kaytıdığın cay Allah'ın dergahıdır. Evli yuvalunehum. Yani özüne dostluk izhar kılıdığın qalbidan ish qo'yin tosh qo'yin bo'lib ketganda do'stlikni demoqchida bu odamni. Ashunda do'stlikni ashdaq tariqada do'st tutmasin. Mo'minlar yana mo'min qarindoshini qo'yib, kofirlarni anda do'st tutmasin. Va man yaf'al zalika, kimki ashunda qiladi ekan, ya'ni kofirlarni do'st tutar ekan, falaysa minalloh. U Allohdan, ya'ni Allohning dinidan hech narsada emasdir. İlla en tattaqu minhum tuqa. Endi illa degani ashunda do'st tutmasin, müminler boshqa müminlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin, magar ma'qul holat uning sirtida demoqchimni. Faqatla ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buning sirtida. Uni qo'rqib do'stlik izhor qilgan vaqtda falakum muvalatuhum bil lisan dunal qalb. Yine kalp bilen emas, tilinglar bilen bunda do'stlikni izhor qilib qo'ysanglar bo'ladi deganlikni. Tuqotan degan taqaytuhuning masdari deydi. Yani taqa yatqi, yatqa degan. Taqaytuhu. Bu islom dini aziz bo'lishdan ilgirki ahvol edi deydi. Shu chog'da nozil bo'lgan oyat.
Ve yecri fi men huve fi beledin leyse kaviyen fiha. Bu hüküm bir kafirlarning davlatida yashab, o'zi kuchlik bo'lmagan holatda, yine bir boshqa bir davlatda yashagan musulmonlar qarata mush hukm joriy bo'lgan deydi shu chog'da. Yani qalbida rozi bo'lmay, tili bilan ashna do'stlik izhor qilib qo'ygan bo'lsa, jazolanmagan demakchi endi bu. İmandan ketmaydi demek. Ve yuhaddirukumullahu nefse. Allah sizlarni o'zidan ogohlantirdi. Yani o'zining g'azabidan ogohlantirdi. Sizlarga g'azab qilib qilishni ogohlantirdi. Agar osh kofirlarni do'st tutib qolsanglar dedi. Ma muhim gap mana bu. Evet. Her bir mümin bir ishga ish kelmaydi. Ve ilallohil masir. Ahir qaytadigan joy Allohning dargohidir. El merci'u el masir degan el merci'u. Yani qaytadigan joy. Jazo ya mukofot berdi Alloh taolo sizlarga shu oxiratda. Aytganki Muhammad alayhisalom ularga in tukhfu ma fi sudurikum, ya'ni qulubikum demoqchi. Agar maxfiy qilsangizlar qalbinglardagi narsani, ya'ni shu kofirlarni do'stlikdan iborat qalbinglardagi narsani yoshirsanglar yoki uni oshkor qilsanglar, ya'lamuhulloh, uni Alloh bilib turdi. Sizlar biz uni do'st tutmadik deb qalbinglarni boshqacha nifoq bilan yuysanglarmi? Alloh uni hamini bilib turdi. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Ve yine Allah Teala osmonlardaki ve zemindeki her narsani bilip durdu. Allah her narsa qodirdir. Yine sizlarning qalbinglardagi narsani Alloh Teala bilib turdi degan oyatning oxirida ma'no keltirishi, sizlar hargiz bo'shliqlab qolmanglar, Alloh Teala sizlarning qalbinglardagi narsani tugul osmon zemindagi hamma narsani bilib turdi demoqchi bu yerda. Yine Allah'ın her nesi kadir ekanligini cümlesinden şu ki ta'zibu men valahum. Aş kafirlarını dost tutman kişilerini azaplaş. Esigin hem de Muhammed Aleyhisselam yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara ve ma amilet min su'in teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida ve yuhaddirukumullahu nefseh vallahu raufun bil ibad. Hem de sizlar bu dunyoda qandoqla ish qilib qolsanglar, kofirlarni do'st tutamsizlar, nimani ish qilib qolsanglar, sizlar shu oxirgi kunni eslab qo'yinglar demoqchi bu yerda. Aytganiki, dilinglardagini mayli yushiringlar, mayli oshkorlanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsa qodirdir. U kunda, yana qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldiga ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalarga mehribondir. Yawma yasin yawmaningki omilin ashal uzkur degan bir fe'l taqdiran bor demashida. U kunda his qiladi, topadi har bir jon o'zi qilgan narsani, qilgan yaxshilikni muhtara degan ko'z oldida, işte ko'z oldida ayon bo'ladi, shuni his qiladi, ko'radi demoqchi. Va ma amilat min su'in. Endi va ma amilat degan bu yangi boshlangan jumla ekan. Mubtada bo'lib, jumlaning egasi bo'lib, uni xabari tawaddu law anna baynaha degan jumla xabar ekan. Yine her bir jon qilgan yomonlik qarta demoqchi. Har bir inson o'zi qilgan yomonlik qarta orzu qilib qoladi, o'zi bilan shu yomon amalining orasida nihoyat uzun bir musofaning bo'lishini. Qiyomat kuniki dahshatining jihatidan biz shu dunyoda qilib qolgan kichkina bir yomonlik bo'lsa-mu, shu yomonlikni men ko'rmasam ekan, bir yiroq joylarga ketgan bo'lsa ekan deb ashta orzu qilib qolgan gapkan. Yani amadan ba'ida degan g'oyatin fi nihoyatil bu'di. Yiroqlikniki nihoyat eng yuqori chekida. Ashta bir yiroqlarga ketgan bo'lsa ekan, mening yanimga kelmagan bo'lsa ekan, fala yasilu ilayha degan o'ziga yetib kelinmaydigan darajada ashundoq yiroqlarga orlig'ining yiroq bo'lib ketishini orzu qilib qoladi deydi. Va yuhaddirukumullohu nafsa. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Ya'ni o'zining azobidan sizlarni ogohlantiradi. Yine bu ta'kidlash uchun takrorlandi deydi. Vallohu raufun bil ibad. Yine Allah Teala müminlerge
Yani Allah'ın azabı qatqı desa, Allah'ın rahimliligi yo'qmikin deb o'ylab qolmanglar. Alloh taolo yana bandalarga rahimdil zotdir. Nima raufun deb siyg'a mubolag'a shaklida keltiryaptilar endi buni. Endi demak Allohning rahmati keng zot demakchi. Yani hadisda shunday kelgan. Alloh taolo sabaqat nima osmon zaminni yaratishdan ilgari mana shunday yozgan ekan Lavhul Mahfuzga. Sabaqat rahmati ala g'adabi. Meni rahmatim g'azabimdan g'olib keldi deb shunday yozgan ekan. Alloh taolo bizni hammamizni o'zining rahmatiga erishishlarning qatoridan qilsin. Alloh hammaga manfaatli mato qilsin. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين